Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Keling, suhbatimizni boshlashdan avval o'zingiz haqida qisqacha ma'lumot bersangiz. Men Ra'no Dadaboyeva, ona tili va adabiyot fani bo'yicha mutaxassisman. Salkam 25 yil ish tajribasiga egaman. Asosiy ish faoliyatimni repetitorlik bilan o'tkazdim shu paytgacha. Repetitorlik faoliyatimni boshlaganimga ham Xudo xohlasa bu yil 22-yil va o'ylaymanki bu ozmuncha muddat emas. Bu muddat jarayonida mana shu ona tili adabiyot fani bo'yicha ta'lim berdim va juda ko'p shogird chiqardim va yana shogird chiqarishda davom etyapman. Qisqacha o'zim haqimdagi ma'lumot shu. Rahmat. Ustoz, bilasizmi, sizni darslaringizga kirishdan oldin mana ko'pchilik o'qituvchilarda tajriba dars degan tushuncha bor. Lekin sizni darslaringizga kirgan o'quvchi uchun buni hojati yo'q. Shaxsan men o'quvchi sifatida shuni ayta olamanki, birinchi darsga kirganimning o'zida shu o'qituvchida oxirgacha o'qiyman degan fikr, taassurot bilan chiqib ketganman. Va bu ko'pchilik o'qituvchida mana shunday mahorat deydimi, yo'q. Va shuni sirini ayta olasizmi? Qanaqa bunaqa bo'lishi mumkin? Buni siri yo'q menimcha deb o'ylayman. Men hozir aytdim, 25 yillik faoliyatim jarayonini 22 yilini repetitorlikka sarfladim, ya'ni oliy o'quv yurtiga o'quvchi tayyorladim. Ona tili adabiyot fanini o'qitdim har xil sohada va o'z-o'zidan 22 yil o'zini so'zini aytmasdan qolmasligi aniq. Bu 22 yillik tajribani natijasi. Endi tajriba deganda nima? Faqat 22 yil bir xilda dars o'tib, shu kirib chiqib bir xil dars o'taverish degani ham emas. Yildan yilga o'zingni takomillashtirib borish, ya'ni qaysidir yetishmagan joylarni to'g'rilash, xatolaringni to'g'rilash, kamchiliklaringni bartaraf qilish, qisqaroq yo'ldan yurish, yaqinroq yo'ldan borish, shu tajriba xolos. Va bu o'z-o'zidan bu yillar, bu tajribalar sizga o'zingizga bo'lgan ishonchni paydo qiladi sizda baribir. Aynan shu menimcha bu yillar tajribasi, balkim siz his qilgan narsa yillar tajribasi bo'lishi kerak. Va mukammallik, mukammal bilaman. Albatta, mukammal bilim uchun tajriba kerak baribir. Atrofni tinmay o'rganib borish kerak. Hozirgi kunda ona tili fanini o'rganish ommalashib boryapti. Ona tili fani aslida nega o'qitiladi va uni qanday o'qitish kerak? Men ona tili adabiyot ustoziman va bu savol meni rosa ko'p yil qiynagan. Men ona tili adabiyotda repetitorlik qilyapman, ona tili adabiyot o'qityapman bolalarga va savol turibdi-da miyamda. Ayniqsa ona tili o'qitganimda tinmay o'ylardim, men nimaga o'qityapman buni? Boshida o'ylamaganman. Men zo'r o'qituvchiman, ona tilini zo'r o'qityapman deb. Keyin o'ylaydigan bo'lib qoldimda, men ona tili o'qityapman bolalarga. Nimaga kerak bu? Shunchalik mukammal ona tili, masalan, ayniqsa tibbiyot sohasi, iqtisod sohasidagi bolalarga ham mukammal darajada o'qitish kerak, o'rganish kerak, nimaga kerak deb ko'p o'yladim. Endi u soha emas, hattoki mana shu sohani egalari, masalan, ona tili adabiyot yo'nalishi bo'yicha ketadigan, umuman filologiya yo'nalishi bo'yicha ketadigan mutaxassis bo'ladigan o'quvchilar uchun ham nimaga kerak deb o'ylardim. O'yladim. Va endi hozir tasavvurim bor, ona tili adabiyot o'qitish kerak. Endi tasavvurim bor, endi xulosam bor. Nega? Chunki ona tili adabiyot bu qandaydir grammatik qoidalar jamlanmasi emas. Men his qilgan narsa, shuncha yildan keyin o'ylagan narsa, bu qandaydir kimgadir ega nima, kesim nima, ot nima, fe'l nimani o'rgatib qo'yish emas. Ona tili grammatikasini mukammal o'rgatishdan maqsad bu o'quvchilarni holatida, o'quvchilarni ongida mavjud bo'lgan har qanaqa yaxshi fikr deylik, endi har qanaqa fikr desam bo'lmasin, har qanday yaxshi fikrni ham yozma, ham og'zaki tarzda to'g'ri, ravon, savodli tarzda bayon qilish o'rgatish ekan. Buni albatta iloji yo'q ona tili grammatikasi bilan qilish kerak. Endi qarang, maktablarda ona tili o'qitiladi, universitetlarda o'qitiladi, oliy ta'limda o'qitiladi. Orada endi mana bu nima deydi, abituriyentlik davri degan ma'lum davr paydo bo'lgan. Bunda ham juda ko'p o'qitiladi. O'qitilayotganda va o'qiyotganda hamma buni maqsadini anglab olish kerak deb o'ylayman-da. Maqsad nima? Maqsad to'g'ri fikrlash, maqsad o'sha to'g'ri fikrni yozma va og'zaki tarzda to'g'ri bayon qilish. Men hozirgi faoliyatimni asosan shunga qaratganman.
va ona tili o'qitayotganda buni hech ham esimdan chiqarmayman. Tavsiya qilaman, hech qaysi ona tili o'qituvchisi buni esdan chiqarmasa. Hozir ommalashgan mana shu milliy sertifikat, attestatsiya imtihonlari bor va mana shu imtihonlarda mumtoz adabiyotga alohida e'tibor qaratildi. Mana shu mumtoz adabiyotga alohida o'rin berildi va mana shu o'rinni qay darajada ahamiyati bor deb o'ylaysiz va bu keraklimi? Siz mumtoz adabiyot o'qidingiz, meni kurslarimga qatnab, nima deb o'ylaysiz? Sizga buni ahamiyati bo'ldimi? Mana birinchi o'sha savolni sizga beraychi. Ha, yo'q. Ha, ahamiyati bo'ldi. Ha, qanchalik ahamiyati bo'ldi? Mana mumtoz adabiyot bo'yicha savollar qo'shildi. Imtihon testlarimizga oldin deyarli bo'lmasdi bular. G'azal tahlillari bo'yicha savollar qo'shildi, she'riy san'atlar bo'yicha umuman mumtoz adabiyotni o'rganyapmiz. Endi Navoiyni o'rganyapmiz, Atoyni o'rganyapmiz, Mashrab, Bobur, xullas hamma buyuk daho ijodkorlarni o'rganishni boshladik. Va bu jarayon, masalan, shaxsan sizga nima berdi? Ruhiyat masalasi bilan sal nazar tashlash mumkin ekan. Ichki dunyosiga ham odam g'azalni o'sha mumtoz adabiyotni o'rganganingiz sari tarbiyalanadimi? Masalan, men sizni o'sha g'azal tabdil darslaringizda qatnashib tarbiyalandim. Boshqacharoq fikrlashni o'rgandim. Men shuning uchun ham bu darslar, bu jarayon kerak deb hisoblayman. Milliy sertifikat testlari, attestatsiya, hozir kirish imtihon testlarida ham mumtoz adabiyot qo'shildi va men bundan juda xursandman. Nimaga? Chunki biz mumtoz adabiyotdan, ya'ni o'sha bizni daho ijodkorlarimiz ijodidan shunday uzilib qolgandik. To'g'ri, maktab darsliklarida bor, to'g'ri o'qitiladi. Navoiy kim, Bobur kim, u nima, bu nima, nechta g'azal yozgan, nechta asar yozgan, nima qilgan, nima ishlar qilgan va bular hammasi nazariy edi faqat. Deyarli. Hattoki endi ochiqchasiga aytadigan bo'lsak, o'quvchi tugul o'qituvchi ham buni mohiyatini anglab yetmagandi. Endi nima bo'lyapti? Bu mavzular bo'yicha batafsil mana tabdiliyu ichidagi mazmun mohiyatiga bog'liq savollar qo'shilgandan keyin imtihonlarimizga endi munosabat o'zgardi. Bu testlarni ishlash uchun endi baribir hozir test ishlash uchun asosiy masala bo'lib qoldi. Test ishlash uchun, mana shu testlarni ishlash uchun endi o'qituvchi ham har qalay o'qituvchi yordamdan, albatta repetir o'qituvchisi yordamida bu g'azallarni, bu qit'a, bu tuyuqlarni ma'nosini tushunishga harakat qilyapti. Ha, to'g'rimi? Nima haqida yozilgan ekan? Hozir masalan, menda shunaqada offline darslarda ham, onlayn darslarda ham bitta g'azal boshdan oxirigacha tabdil qilib ma'nosini tushuntirib qo'ysangiz, hayrat ko'rasiz-da. Bu asarlarning ichi to'la hayrat. Bu asarlarda ichi to'la qanaqadir, mana hozir aytganimdek, ruhiyat tarbiyasi. Mana shu narsaning hammasidan uzilib qolgandik biz va endi nima qildik? Buni joyiga qo'ydik. Men buni juda ham o'rinli deb hisoblayman va darslarimda eng ko'p xohlaydigan narsam g'azal orqali inson ruhiyatini tarbiyalash. G'azalni o'rganmaylik, masalan, hozir imtihonga qo'shilgani uchun o'rganishyapti, tabdil qilish uchun o'rganishyapti, test to'g'ri ishlash uchun o'rganishyapti. Yo'q, bilasizmi? Menimcha mumtoz she'riyatni, mumtoz adabiyotni ruhiyat uchun o'rganish shart. Men shuni darslarimda tushuntirishga urinyapman o'quvchilarga. To'g'ri, sen test ishlash uchun ishlayapsan, o'rganyapsan, lekin masala bu emas. Masala uni his qilish. O'sha g'azallarni, o'sha Navoiyni, Boburni, Mashrab, Sakkoki, Atoyi, Lutfiylarni his qila olganingizda, siz bo'ldi komillik yo'lidasiz degani aslida. Ruhiyatingiz o'zgartiradi aniq. Bu asarlarni ruhiyat o'zgartirish uchun qo'shish kerak edi. Shu maqsadda qo'shildi va mana shu maqsadni esdan chiqarib qo'ymaslik kerak menimcha. Va bu juda o'rinli bo'ladi. Faqatgina test ishlash uchun g'azal o'qish ham baribir unchalik yaxshi emas men nazarimda. To'g'ri. Aynan gap imtihon masalasida ketganda, mana shu imtihon savollariga 40 ta badiiy asar ham kiritilgan ro'yxati. Ular haqida nima deya olasiz? 40 ta badiiy asar, oldin 5 ta badiiy asar berishdi boshlanishida, keyin bu asarlar ko'paydi. Hozir mana 40 ta badiiy asar. Bilasizmi, badiiy asar kiritilgani meni g'azal kiritilgandan ham ko'proq xursand qildi. Bu eng to'g'ri qarorlardan biri. Endi bu qaror muhokama qilish menga emasdir, lekin baribir men buni qo'llab-quvvatlayman ichimdan, o'zimcha. Achinarli, bilasizmi nima achinarli? O'quvchi mayli, hattoki o'qituvchilarimizning ko'p aksariyati ham ko'p badiiy asar o'qishmagan, aynan shu sohada bo'lib turib. Ko'p badiiy asar o'qishmagani yoki o'qishgan bo'lsa ham uni mohiyatini anglashmagani, tushunishmagani baribir odamni sal mutaxassis sifatida masalan meni sal xafa qilardi. Ya'ni
asar o'qiganmisan yo'q, o'quvchilardan so'raysiz asar o'qiganmisan yo'q, yoki o'qigan bo'lsa ham adabiyot darsligidagi parcha yoki kichkina hikoyalarni o'qib qo'ygan va bu bilan o'zini asar o'qigan deb hisoblayapti-da o'quvchi. Endi nima bo'ldi? 40 ta badiiy asar. Bu 40 ta badiiy asar o'qib, uni mohiyatiga tushungan o'qituvchi ham, o'quvchi ham endi oddiy odamlar emas men uchun. Endi to'g'ri, 40 ta badiiy asar doirasi cheklanib qolish o'zi to'g'ri emas. Lekin nima bo'lganda ham har holda ular 40 ta asar o'qishyapti-da. Buni o'zi katta narsa. 40 ta badiiy asar, taklab qo'ysangiz ancha kitob bo'ladi u. Va 40 ta badiiy asar o'qib tugatish bu insonni ongida, ruhiyatida, tarbiyasida va boshqalarga manfaat tegizish borasidagi fikrlarni anchagina o'sganini ko'rsatadi. Inson takomili bu. Ayniqsa uni tushunib o'qilsa, endi bu jarayon ham xuddi boya g'azal aytganimiz, g'azaldagi fikrimdagi singari. Ya'ni 40 ta badiiy asar faqat asar testda tushgani uchungina o'qish bu xato. 40 ta badiiy asardan tashqari yana badiiy asarlarni o'qish kerak va bu asarlarni o'qigan sari inson boyib borayotganini his qilish kerak. Biz kanaldagi chatlarimizda, kanaldagi darslarimizda yoki offlayn darslarimizda men ko'proq mana shu narsaga e'tibor qaratishga urinyapman. Asarlar inson ruhiyatini, inson tabiatini tarbiyalaydi va mana shu tomoniga ko'proq e'tibor qaratib, mana shu tomondan foydalanish kerak. Endi bu tomonlar bo'lgandan keyin ishoning o'z-o'zidan test ishlaydi odam. Imtihon nima? Hamma narsani bilganingizdagi imtihon, sertifikatmi, attestatsiya testimi farq qilmaydi odamga. Menimcha. Mukammal ilm egasi bo'lmoqchi bo'lgan ustozni oldida hozir bir muncha ko'p vazifalar turgan ekan, yuklamalar deylik. Mana masalan, ona tili grammatikasi, adabiyotda mana 40 ta badiiy asar, g'azal tabdili. Bularni hammasini o'rganishga vaqt kerak bo'ladi. Endi ilm vaqt talab qiladimi? Ilm vaqt talab qiladi, ha. Bilasizmi, oldin biz ko'p o'qitardik, ko'p vaqt o'qitardik. Va bu ko'p vaqt o'qitganda, ko'p vaqt degani masalan 10-sinfda o'quvchi tayyorlangan kelsa, 10-11-sinfda ichimiz 2 yil o'qitardik va har holda mukammal ilm bo'lardi. Hozir mana bu sertifikat testlari joriy qilinadi, endi poyga boshlanib ketdi. Kim tez o'qitish, kim tez o'qitib bo'lish, kim qisqa vaqtda zo'r qilib chiqarib qo'yish. Bu masalan ustozlarni o'qitganda ham, o'quvchilar o'qitganda ham qisqa vaqt va zo'r bilim degan qanaqadir qoida bo'yicha biz kurashyapmiz. Lekin men o'zim ham masalan 6 oylik kurs joriy qildim. Ba'zi guruhlarimda 4 oyda ham yakunlab berdim, 4 oyda yakunlab imtihon kiritdim. Hatto o'sha 4 oy o'qiganlar ham yaxshigina AA+ darajalar olishdi. Lekin garchi ular sertifikat imtihonlarida AA+ daraja olsa ham men qoniqmayman. Nega bilasizmi? Chunki ilm uchun vaqt kerak. Men to'g'ri nimalardir tushuntirib, tez nimalardir o'rgatib qo'ygan bo'lishi mumkin. Men ularni imtihonga tayyorlab qo'ydim xolosda. Lekin ko'nglimdagi, o'zim xohlaganday, o'zim mukammal qilib o'qitish haqidagi ichimdagi rejalarim hech qachon bajarilmayapti endi. Oldin ancha ko'nglim to'lardi. Hozir biroz vaqt masalasida qisqartirganimiz uchun ko'nglim to'lmayapti. Endi men tushunmayman. Masalan aytayapmanki, men 4 oyda tayyorlab ko'nglim to'lmayapti, 6 oyda tayyorlab ko'nglim to'lmayapti. To'lmaydi rostdan ham. Chunki bu mukammal bilim darajasiga chiqarish uchun juda ham oz vaqt va bo'lishi mumkin emas. Imtihonga tayyorlab qo'yishingiz mumkin, yana oldinga aytganimdek. Endi masalan 1 oylik kurslarni, 2 oylik kurslar, 15 kunlik, 40 kunlik kurs tashkillab turib, biz sizni zo'r qilib qo'yamiz degan gaplarni o'qisam, eshitsam men hayratlanaman. Ilm menimcha yaxshigina vaqt talab qiladi. Men sizga aytayapman, qanaqa qilib bunaqa o'zingizga ishonib dars o'tasiz deyapsiz. Men yillar dedim. Yillar bo'lishi kerak ilm uchun. Hech bo'lmasa 1 yil bo'lish kerak bitta fanni mukammalroq egallash uchun. Qandadir 2 oy, 1 oy, 40 kun yoki kerak bo'lsa 4 oy, 6 oy emas. Ra'no Dadaboyeva boshchiligida onlayn va offlayn guruhlar mavjud. Xo'p, sizningcha onlayn guruhlar samaralimi? Agar offlayn bilan onlayn guruh solishtiringchi, qaysi biri samarali desangiz, offlayn deyman. Chunki bu men tajribamdan offlayn guruhlar samarali bo'lgan. Endi qaysi kim uchun degan savol ham bor. Masalan, offlayn guruh ko'proq o'quvchilar uchun samaraliroq, chunki ularda o'zini boshqarish masalasi biroz muammo.
endi ustozlardachi, ustozlar ham agar offlayn o'qisa bu samara beradi yaxshigina, lekin bilganimizdek ustozlarimiz band ko'proq, mana bizni sohamiz bo'yicha, ona tili adabiyot sohasi bo'yicha ko'proq ayollar, erkaklar kam, ayollar va ayollar maktabda ishlashadi, oilada ishlashadi, kimdir kelini, kimdir onasi, shunaqa xullas vazifasi ko'p biz ayollarimizni, ustoz ayollarimizni. Shuning uchun ham masalan ular uchun mana shunaqa sharoitda bo'lganlar uchun yoki uzoq masofada turib o'qishga qiynalayotganlar uchun onlayn samarali. Onlayn ham qachon samarali? Shunchaki onlayn guruhlarga a'zo bo'ldim, bo'ldi qo'shildim, pulini to'lab qo'ydim, endi yursam ham yurib turaveraychi, zo'rib ketaman deb o'ylasa, albatta samarali emas. Hamma narsa ham mehnat qilsa keyin samarali. Bizda ham masalan onlayn guruhlarimiz bor. Samarali nega? Chunki biz ozroq miqdordagi o'quvchi bilan ishlaymiz guruhlarda va har biriga individual yondashamiz. Hatto darsga kirmasa, meni bechora o'qituvchilarim telefon qilib darsga kiring deb yalinib yurib darsga kiritib dars o'tishadi. Shuning uchun ham samarali bo'lyapti. Onlayn samarali qachonki, yana aytaman, o'sha ustozlar ham yoki o'qiyotganlar ham, onlayn o'qiyotganlar ham o'zlari uchun vaqt ajratishsa, ya'ni mana shu darslar uchun vaqt ajratsa samarali. Masalan, offlayn ham samarasiz bo'lishi mumkin kimlar uchundir. To'g'rimi? Mumkin masalan offlaynda o'qib natija ko'rsatmayotgan o'quvchilarimiz bor, onlaynda o'qib yuqori natija ko'rsatayotganlar bor. Albatta, masalan, bunga shaxs sifatida yondashishga bog'liq baribir. Onlayn darslar samarali emas, uncha foydasi yo'q deb masalan gapirishadi, lekin uncha foydasi yo'q deyotganlar o'zi foydalanishni istamayotganlar. Agar ular foydalanishni istasa, onlayn samarali, juda samarali. Har qanaqa ilm berish jarayoni samarali bo'ladi. Ra'no Dadaboyeva kanali qanday? Ra'no Dadaboyeva kanali ona tili adabiyot o'rgatishga moslashtirilgan kanal. Biz qarang, ona tili va adabiyot deb boshlaganmiz, chunki meni mutaxassisligim, meni soham, meni shogirdlarim shu bo'yicha ishlashadi, jamoa bo'lib ishlaymiz biz. Endi qarang, bu vaziyatda Ra'no Dadaboyeva kanali qanday kanal? Ra'no Dadaboyeva kanali biz garchi milliy sertifikat attestatsiya va DTMga tayyorlaymiz deb yozib qo'ygan bo'lsak ham, meni ko'nglimda unaqa kanal emas. Meni ko'nglimda bu odamlarga mana shu sohani, ona tili adabiyot sohasini o'rgatadigan, mana boya aytdim-ku, masalan, ona tili nima uchun o'qitiladi, ona tilini nima savodxonligi uchun o'rganiladi, millatni tilini saqlab qolish uchun o'rganiladi, sofligini, hamma narsani. Men ona tilini shuning uchun o'qitish xohlayman bu kanalda. O'qitilishini xohlayman yoki yana o'sha g'azallarni mohiyatini o'rgatgim keladi. Badiiy asarlarni shunaqa o'rgatilishini xohlayman. Mohiyat shunchaki qandaydir savollarga javob topadigan kanal emas. Mana savol, mana javob deydigan kanal emas. Qandaydir shunchaki faqat testga tayyorlaydigan kanal emas bu kanal. Bu kanal men istaganday, ya'ni meni maqsad qilganimday bu atrofimizdagilarga, o'quvchilarga va shu soha egasi bo'lgan odamlarga, shu sohaga yoki qiziqadigan insonlarga ona tilisini, ya'ni onasidan o'rgangan tillar, ona tilisini va umuman badiiy adabiyotni, umuman jahon adabiyotini, o'zbek adabiyotini, mumtoz adabiyotni o'rgatadigan va his qildiradigan kanal. Shunaqa desam to'g'ri bo'ladi. Men bizni kanalga a'zo bo'lgan, chatlarimizda ishtirok etganlar buni bilishadi. Men buni har doim ta'kidlayman. Biz attestatsiya va sertifikat uchun maxsus tayyorlaymiz deb ochmadik bu kanalni. Men bu kanalni insonlarga naf tegishi uchun ochdim. Lekin attestatsiya va sertifikatga ham baribir tayyorgarlik bo'ladi. Chunki siz shuncha narsani mukammal bilganingizdan keyin qandoq qilib imtihonga kirib siz natija qilmay chiqishingiz mumkin. Agar qaniydi men ko'p xohlayapman, ko'p gapiryapman bu haqda, qaniydi meni tushunishsa va haqiqatan ham men o'zim sohamni zo'r mutaxassisi bo'lishim kerak deb harakat qilishsa, bu kanal eng mukammallar uchun kanal. To'g'ri. Men shunchaki hammani pulini olib, pulini evaziga mana sen o'rgatadigan narsam, mana shu 4 ta narsa o'rganing, bo'ldi, chiqib ketdi degan kanal bo'lishini yoki onlayn darslarni shunaqa bo'lishini hech qachon xohlamayman. Balki shuning uchun ham bu kanal boshqalardan alohida ajralib turar. Mana shu maqsadlar tufayli ham.
balki ustozlar va o'quvchilar hozirda birdek ta'limga jalb qilingan yoki o'qishyapti birdek. Xo'p, siz qaysi guruhni tanlagan bo'lardingiz? O'qituvchilarni o'qitishdimi yoki o'quvchilarni? men ayni paytda ustozlarni ham o'quvchini ham o'qityapman. Offlaynda ham onlaynda ham va bilasizmi, aynan mendan kimi qaysi guruhni o'qitish siz uchun kerak, masalan bu qaysi guruh, ikki tomondan savol berilsa yaxshiroq. Qaysi bir guruhni o'qitish qulay va qaysi bir guruhni o'qitish samaraliroq? Men samarasi masalasida desa o'qituvchilarni ko'proq o'qituvchilar bilan shug'ullanishi ma'qul deb o'ylayman, chunki men o'ylayman, masalan bitta ona tili adabiyot o'qituvchisini o'zini sohasini zo'ra qilish uchun yordam bersangiz, u sizdan o'rganganini, mana bugun o'rganganini olib boradi 30 ta o'quvchiga kamida o'rgatadi. Bo'lmasa masalan 3 ta sinfga darsga kirsa 90 ta o'quvchiga o'rgatadi. Qaysi biri samaraliroq bo'lyapti? Menimcha o'qituvchilarni o'qitish. Lekin bu degani o'quvchilarni o'qitish samarasiz degani emas. Men o'quvchilarni ham o'qitaman. O'quvchilarni o'qitish qulayroq, chunki ular o'qishdan boshqa muammosi yo'qligi uchun darsga jalb qilish ularni juda qulay. Ya'ni men xohlayman o'quvchilar ko'p o'qisin, lekin o'qituvchilar o'quvchilardan ham ko'p o'qisin. Men xohlayapman, mana hozir Namangan shahrida yashayman. Namanganda faoliyat olib boraman. Men offlayn faoliyatimiz, lekin onlayn respublika bo'yicha o'qityapmiz. Lekin baribir orzuim bor. Namangan viloyati bu ona tili adabiyotni eng zo'r o'qitiladigan viloyat bo'lishini juda xohlayman. Shunga harakat qilyapman va bu uchun ona tili adabiyot ustozlari men bilan yonma-yon turishlarini rosa xohlardim. Juda ham. Bir darsingizda o'tirganimda ustozlik men uchun bir maqom degandingiz. Va shunda hayron qolganman. Menga yangi o'zgacha fikr bo'lgan. Ustozni qanday ta'riflaysiz? Ustozlik maqom, yana qaytaraman o'sha narsani. Ustozlik maqom, men o'zi boshida shunaqa bo'lardi. O'quvchilar keladi-da, ustoz endi maktabda o'rganib qolishgan ustoz deysa, men ustoz dedirmasdim. Ustoz demayman men, chunki men hali siz ustozingiz emasman. Sizga nimadir o'rgatgan kunim, sizni hayotingizda nimadir yaxshi o'zgarish qilgan kunim ustoz bo'lishi mumkin siz uchun. Undan keyin ustoz desangiz roziman. Keyin o'sha o'qishga kirib yo qanaqadir yaxshi natija qilishgandan keyin ruxsat berardim, bo'ldi, endi ustoz deyveringlar deb. Endi hozir qiyin bo'lyapti, buni yo'lga qo'yishim, baribir ustoz deb qo'yishaveryapti. Lekin baribir bu ustoz deyishganda men uni yukini his qilaman. Ustozlik alohida daraja u. Unga hamma ham yeta olmaydi-da. Masalan, o'qituvchilik bu kasb. Lekin ustozlik daraja, maqom. Ustoz qanaqa bo'lish kerak? Ustozlar doim ta'riflayman. Ustozlar bir qo'lida asal, bir qo'lda zahar bo'lish kerak deb. Ya'ni ham mehribon bo'lish kerak, ham talabchan bo'lish kerak. Agar mehribon bo'lsangiz, talabchan bo'lmasangiz bo'lmaydi. Talabchan bo'lsangiz, ozgina mehr ko'rsatib qo'ymasangiz, u ham bo'lmaydi. Kelasi bo'lmaganda ish yurmaydi. Ya'ni unda siz yaxshi ustoz bo'la olmaysiz, shogird chiqara olmaysiz. Men endi o'zimcha o'ylaydigan narsam, hozirgacha shuncha shogird chiqardim. Menimcha shu qoida bilan ishladim deb o'ylayman. Talabchanligimdan hayiqishadi va negadir shu yerda. Hamma sizni yaxshi ko'radi. Bilmayman, endi hamma yaxshi ko'radi deb bo'lmaydi-ku, har qalay. Qaytib kelish ko'p sizning darslaringizni qo'msash, o'sha muhitni sevish bor. Men harakat qilaman, ham talabchan, ham mehribon bo'lishga. Endi aytdimki, ikkalasini bir joyda tutish juda qiyin lekin. Lekin ustoz shunaqa bo'lish kerak deb o'ylayman. Bu meni ustozlik haqidagi fikrim, balkim xato o'ylarman, bilmadim. Gapirgan o'sha samimiy fikrlaringiz, umuman barcha bugungi suhbat uchun sizga minnatdorchilik bildiraman. Yosh o'qituvchilar uchun har bitta aytgan so'zingiz bir tajriba maktabi bo'ldi menimcha. Shaxsan o'zim uchun ham o'rganish va o'rgatishdan charchamang. Rahmat. Ana endi kanalimiz haqida qisqacha aytib o'tay. Biz ona tili adabiyotga ixtisoslashtirilgan kanalimiz va bu kanalda biz yopiq guruhlar tashkillayapmiz. Tashkil qildik hozirgacha va yana yopiq guruhlar tashkillayapmiz.
bizni kanalimizga obuna bo'ling, bizni yopiq guruhlarimizda darslarda qatnashing, chunki men bundan keyingi faoliyatimizda har bitta mana shu ona tili adabiyot bo'yicha o'rgatiladigan har bitta bizni ichida sohalari bor albatta. Mana shu sohalar uchun alohida ustoz dars o'tishini yo'lga qo'yapman va albatta har birini o'zini mutaxassisi, o'zini ustasi o'tishi uchun harakat qilyapmiz. Va Xudo xohlasa bundan keyingi yopiq guruhlardagi chatlarimizda, yopiq guruhlar darslarimizda inshaalloh o'zim ham oldingilar qatorida dars o'taman.